Bu mevani o'stirish juda ham oson. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 9-aprel, 5-aprel kuni undirishga qo'ygan pitaya urug'larimizni bugun substratga ekamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar: perlit, kokosli torf, iloji bo'lsa balaknoz ko'prog'idan, drenaj uchun keramzit yoki shebeng yoki yig'ish siniq ham bo'ladi, aralashtirish uchun yirik qum. Birinchi usulimiz suv ichida undirish. Bunda ko'rib turganinglardek unishlik foizi juda kam. Bu usulimiz o'zini oqlamadi. Ikkinchi usulimiz salfetkaga o'rab undirganimiz. Deyarli 95% urug' unib chiqqan. Urug'larimizni ekish uchun biz lotok tuvak tanladik. Tuvaklarning tag qismini albatta ko'proq teshib olinglar, chunki har qanday o'simlik ildizi uchun havo aylanishi muhim faktor hisoblanadi. Mana substratimizni aralashtirib oldik. Tuvagimizga keramzitimizni solamiz. Ustidan torfimizni solamiz. Torfimizni tuvagimizga soldik. Imkon darajasida sayozroq tuvak va albatta yarmigacha drenaj. Bu jihatlar muhim hisoblanadi. Endi urug'larimizni torfimiz ustiga sepib chiqsak bo'ladi. Mana azizlar, urug'larimizni joylab chiqdik. Ustidan 0,5 sm toza kokosli torf bilan yopib qo'ysak bo'ladi. Yengil suv beramiz va yorug', lekin quyosh tik tushmaydigan joyga qo'yib qo'yamiz. O'sib chiqish boshqa barcha jarayonlarini inshaalloh storieslarda ko'rsatib boraman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar azizlar.